Bilaman, o'rtoq, baxt pulda, lekin o'sha pul hozir erimda. Voy o'rtoq, boshqa ishlatadigan makrim qolmadi. Oxiri meni uydan haydab yuboradi. Yoki svejlardan bo'lsa et. Yo'q, eringa shunaqa qildingmi? O'ldirib qo'ymadimi? Yaxshi. Unda men ham shunaqa qilaman. O sen qanaqa erkaksan, ha, o'rtoq? Erkak kishi topgan pul ayolniki. Tushunyapsanmi? Biz ayollarimiz uchun ishlayapmiz. Og'ziga siqqan pulni berib, tushundingmi? Basharasiga pulla urib tashagin. Esingdan chiqarma. Erkak topgan pul ayoliniki. Ayoli topgan pul o'ziniki. Sal erkak bo'lgan. Xotin. Qay, bopladimmi? Bopladingiz. Uzra, gapga berishim kerak edi. Boshqa joram qolmadi. Pul bering! Pul bering! O'chir ya onna. Iflos 24 ga pul so'raysan. Kunduzi kechqurun so'raysan. Endi tushingda ham so'rayapsanmi? Nafsing chuqullamay o'l. Endi nima deysiz? Tanglayimni pul bilan ko'tarishganda. Och ko'z bo'lsam nima qilay? Dano bilan tan oldi. Shu gaplarni yana bir marta aytasanmi? Yozib olsam, ha? Qayta aytaman. Qancha berasiz? Yo, onasini emsin shu narsa uchun pul so'radi-ya. Sen kimsan o'zi? Urg'ochi maxluq. Menmi? Men tug'ma oshofatman. Hozir sizni ham yeyman. Yo'q, uni oldin it eding. Endi quturga it bo'lsan. Chesnok yegan it.